yetib keldim. Xudo xolasa. Yo'lda o'zi ham shunaqa ko'p to'xtadim, boru bir isib ketaman, ekipirovkamni yechaman, bir sovib ketaman, yana kiyaman, sumkaga solaman, xullas shunaqa gaplar. Ivat. Tug'ilgan joyimga keldim. Ertaga Andijonga borib kelishim kerak, zarur ishlarim bilan. Menda потому что faqat 2 kungina vaqt bor. Ivat. Yaxshi muspet qilib keldim. Ulgurdim har holda. Shunaqa gaplar. Nihoyat men uyga yetib keldim. Uyimni topib oldim. Mana vizir ahvolini qaranglar. Вообще bor. Chiroyli ahvol. Вообще mana ahvolni qaranglar. Oppa. Bugun bir kun bu uyda qolib, hamma ishlarimni bitirib, keyin Andijondagi uydan xabar olishga ketaman ertaga. Mana ahvoli hozir to'g'rilab qo'yishim kerak. Poli motobotlarimni ham to'g'rilashim kerak. Hozir uspet qilaman deb mana bunaqa chiroyli qorli joylardan hozolaman deb o'tib ketib qoldim-da. Esiz. Tog'i tepasiga chiqqan vaqtimda olmoqchi edim. Bo'lmadi. Uspet qilolmadim. Xullas. Hozir yana bitta bossam o'zimga yetib olaman. Yo'lda to'xtab ovqatlandim. Yana to'xtab nimadirlar qildim. Go. Opt bo'ldi-da menga. Yotib qayilishlarni o'rganib, baribir tizzani yerga tekkizib, qayilishni o'rganib olmagunizcha, mana bunaqa yo'llarda yurmaguncha bayker bo'lmaydi-da. Sumkamni olgan bir bilmayman. 8 kilo bo'lsa kerak. Yo'lda to'xtadim. Shu joyda to'xtam sayamapman. Bu maqsadda to'xtadim. Assalomu alaykum. Nimalaringiz bor? Шведский stollarda sizlar bilan bitta zo'r rangni tanlab o'zgartiramiz suyatini. Shunaqa gaplar. Pogoda yaxshi bo'lsa, zo'r bo'lsa, mashina bo'lsa ham yurgim kelmaydi, baribir g'animat. Ertadan keyin kunlar isib ketib qolsa, mod qiziydi. Hozir aynan uchadigan joyi. Так что meni yo'lda ko'rib qolsanglar, отметкаlar qilinglar. Assalomu alaykum meni yaxshilarim. Qalisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Mashinamni bir haftadan beri haydamayman. Mana ahvolda. Mod qizdirib qo'ydim. O'zikilar срочный chaqirishgan. Hozir ketishdi. Birinchi bo'lib Namanganga go. Undan keyin Andijonga borib qaytishim kerak. Menda потому что vaqt juda ham kam. Shuning uchun modda borib kelaman. Kelganimdan keyin rangini o'zgartiramiz. Qayt rangini o'zgartirishimiz kerak. Bizda 3 ta variant bor. Bundan keyingi storieslarimni kuzatib tursanglar, zo'r stories qo'yaman. Pogoda vaqti zo'r. Xudo xolasa
hunarlaringni ko'rib qo'yaychi. Keyin atvet qilaman dedimda indamadim. Endi hozir tilidan karalab qo'yibdi. Butun baykarlarga javob. Yirtamanmi nima edi? Yediramanmi? Da. Keyin mamnaq qilamiz. Mayli, men seni sharoitingni tushungan holatda, men dushmanim ham mard bo'lish kerak edi, chunki men o'zi mard qizman. Men senga xohlagan kubaturangda mototsiklni yordam qilaman. Endi mard bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Sen ham bir mard bo'lib, men bilan chiqib ko'r. Так что senga vizit. Bu vizitni ham qabul qila olmasang, yurganing shu bo'ladi. Go'zalim, xo'p? Mayli, o'zingkida chiqma, baribir 110 dan oshira olmaysan. Uni prosta uyushtirib videolaringni olib, xalqqa kalaka qilib yuraverasan. Atak baykerlarga javob degan gaplaringni men so'rab olmoqchiman. Jonka. Bizda hozir yangi mishning balonlarni taqish jarayonlari. Men hamma so'ragan, dayratimga tashab yotgan savolinglarga atvet qilib qo'ymoqchiman-da. Xo'p. Yaxshimi? Hammasi chotki. Xo'p, bitta masala bor. Men hozir sizlarga aytib beraman.